Hasan aka, Husan aka, shuncha biznes qildinglar, shuncha pul to'pladinglar. Endi ikkita Zikr 9 bosib orasizlarmi? Eng qizig'ini aytaymi, Otabek Umarov bor, xuddi shuni Hyper'da yuribdi, mazza qilib. Men operativniy bo'lib yurmoqchimisiz? Mana shu mushtalar bosib oring. Bu Hasan akam uchun Zikr 9X. Mana qarang, bitta bo'lsa ham o'z sekin ochiladi. Slipoz zonalari ham bor. Bu qoradagi ko'k rangi bo'ladi. Mazza qilib o'qib ketishingiz mumkin. Bitta monitorligi. Qarang, lekin gapi, buni do'p-opchalari ham juda ko'p bo'ladi. Qarang, xrustalli. Mana bu yerdan o'zingiz boshqarib ketsangiz bo'ladi. Klimat kontrol, multimedialarni boshqarasiz. Naim akustika sistema. Pulni bekitib qo'ygani ham joylari ham bor. Qarang. Mashina mazza qilib o'qib ketaverasiz. Hasan aka, endi bu mushlarni Husan akamga olib bersangiz bo'ladi-yu. Husan aka, siz bosib oring shu Hyper qilinganidan. Buni orqa salonni qarang, hamma joy bir xil bo'ladi. Orqalarida ham monitorchalar bo'ladi va mana shu do'p-opchasi bor, $700 turadi. Orqalarida ham detskiy sidinasi bor. Qarang, lekin orqalaridan ham takoy operativniy turib beradi. Eng qizig'ini aytaymi, Range Rover'ga o'xshash model bo'ladi. Orqa farasini qarang, xrustalligini. Ikkinchisi ham xuddi shunaqa. Husan aka, qarang, bu faqat Xitoydan Hyper qilingan varianti. Bunda ham xuddi shunaqa funksiyalari bor. Wow, mana bu diskasini qarang. Diskasini o'zi alohida tema. Полный круговой тонировка va buni salonda rangida farqi bor. Bu oqqa ko'k rang bo'ladi, nargisi ko'k rang bo'ladi. Ikkalasini ham salondagi komfortlari bir xil bo'ladi. Bunisi besprobeg, bunisi 7000 yurgan. 2025-yil kraskalar top-toza, voshimishkalar narxga bosib bo'ladi. Zikr 9 besprobegga srochniga $102,500 bosib bo'ladi. Yana ustidan o't berishadi. Bu bori 7000 yurganligi, hatiga nomiga yurgan. Eng qizig'i, bu mashinaning narxini srochniga $101,300 ga bosib bo'ladi. Egarlar raqam pastda qoldirmay, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Boy akam.